Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana skidga qo'ymoqchimiz. Bu ham tepa chiqyapti-yu. Qobiljon qani? Hamma tepada bugun. Iye? Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Nima chekkan bilmayapsizmi bega? Yo'q, nimaga? Mana shu 3,5 metrli yevro polosimiz, printer polos. Hop. Ish qilmoqchiman obunachilarimizga. Qo'llab-quvvatlayotganiga bir maza qilsin. 3,5 metrli 145 ming so'mdan sotganmiz. Hop. Oxiri ikkita qalin polosimiz qoldi. Aha. Bittasi 3,5 ga 3,70. Hop. Bittasi 3,5 ga 3,5 qoldi. Mhm. Kimi shunaqa joyi bo'lsa, foydalanib qolsin. Gap ana shu yuqa printer polosimizni pulida 145 ming so'mdan qo'yib yuboramiz. Endi 3,5 metrlik qalin Samarqand sak Rubin polosimizni. Gilamdan 2 barobar qalin. 370 nech pul bo'lyapti shunda? 370imiz 540 ming so'mga to'xtadi. 3,5 ga 3,5imiz shu 510 ming 515 ming atrofida to'xtadi. 145 ming so'mdan endi 3,5 metrligini hisoblab olish bo'laveradi. 540 ming 515 mingga olaversin. Tayyor avilolar qilingan. Avilolar qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Polosimiz yaxshi polos, qalin. Mana ichi ko'rinmaydigandan, vatimi original yumshog'idan. Mana ikki xili bor. Shoshilinglar. Adresimiz o'sha. Izboskan Paytiq, Abdumannop ota gilam do'koni. Telefonlarimiz opisiyanida bor. Kelaverasizlar.